Do'stlar, xudo xolasa transformerimiz ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bularimiz lulkamiz, tumbichka, shkaf. Komplet holatda 5 million 900 ming so'm holatda. Xo'p, neoklassika fasonimiz, high-tech fasonimiz, oldi krashni MDFli bo'ladi. Bunimiz 3 million 500 ming so'mdan 3 million 200 ming so'm qilib qo'yganmiz. Buning ichiga nimalar kiradi? Lulka, tumbichka, tang kravat 3 ta narsa 3 ga bo'linadi. Undan tashqari pashaxonalari, bortiklari, shkafi. Shkaf bilan 4 ta narsa bo'ladi. 3,5 milliondan 3 million 200 ming so'mga tushirib qo'yganmiz. Undan tashqari high-tech skromli fasonlarimiz 3 million so'mdan 2 million 500 ming so'm aksiyaga tushgan. Bunimiz ham lulka tebranadigan holatda, to'shaklari ichida pashaxonasi, tumbichkasi, ikon, pastkosi, tagida kravat bo'ladi. Bunimizda 2 yashar, 3 yashargacha foydalanadi. Chaqaloqlikdan kravatimizda 12-14 yashargacha yotsa bo'laveradi xolos. Undan tashqari avvalgi turetskiy fasonimiz Chester lulkasi mana bu yerda shkafi katta, o'ta bogatli holatda. Bunimizning narxi 8,5 million so'm deyapmiz. Aloqa qilsanglar, buni to'la yana kelishtirib beramiz hozir. Bularimiz aksiyadagi 2 million 3 milliondan 2 million 500 ga tushirganimizda kapchinoga maloshli kombinatsiya bo'lgani, 100% maloshlisi, mevenliga maloshli kombinatsiya bo'lgani. Bunimiz mana lulka, tumbichka, tay kravat. 3 ta shkaf bilan 4 ta narsa, ichidagi naborlari birga beriladi. Undan tashqari shkaf kravatimiz bor. Shkafimiz 4 qanotli bo'ladi. Bunimiz uycha shaklida qilingan. Undan tashqari yana bitta gumbazligimiz bor. Unimizdan ham tayyor bo'ladi. Bu kravati patras qo'yib, Bruce Sansonga 80 lik. Xudosi bunimizda 14 yashar, 16 yashargacha yotaveradi do'si. Buni oldidagi reshotkasi mana bunday olib, keyinchalik olib qo'ysanglar ham bo'laveradi xudo xolasa. Bunimizda hozirgi kunda ichidagi to'shak matrasi bilan 2 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. Manzilimiz Andijonda joylashgan. Dastavkalarimiz aytilgan narxi, mebelli narxi, dastavkalarimiz O'zbekiston bo'ylab masofasiga qarab dastavka puli belgilanadi. Manzilimiz aytgandek O'zbekistonda, Andijonda joylashgan. Pastda nomerlar qoldiramiz, ma'lumot uchun aloqa qilsanglar, batafsil tushuntirib o'tamiz tushunmagan joylarni.